بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda Arab jazirasiga, Arabiston yarim oroliga yahudiylik qanday kirib keldi? Nasroniylik qanday kirib keldi? Forslar qanday qilib Arab jazirasiga kirib keldi? Mana shular haqida suhbat yuritayotgan bo'ldik. Inshaalloh bugun davom etkazamiz. Yaman podshohlaridan bo'lgan Tabban Asad Yasribliklar bilan urushdi. Yasribni vayron qilaman degan niyatda turganida Yasribga, ya'ni keyinchalik Madina Munawvara deb nomlandi bu shahar, Shomdan hijrat qilib ko'chib kelib yashayotgan yahudiylardan ikkita olimi chiqib, uni niyatini so'rashdi. Nima qilmoqchisan? Tabban Asad Yasribni vayron qilaman dedi. Bu yahudlar aytdiki, unda Alloh seni halok qiladi. Sen hargiz Yasribni yenga olmaysan. Chunki bu oxirgi zamon payg'ambarini hijrat qilib keladigan joy dedi. Buni qanday qilib bildinglar deganda, Tavrotni, tavhidni, dinni nimaligini tushuntirib berdi. Ular mushrik edi. Tabban Asad Yahudi diniga o'tdi. Tabban Asad mana shu Yasribdan qaytib o'zini yurtiga qaytib kelar ekan, yo'lda Makkaga yaqinlashmasdan turib, Tabban Asadga Huzayl qabilasidan bir to'p odamlar uchradi-da, unga senga xazinalar berkitilgan bir joyni ko'rsataylikmi deganida ha dedi. Huzaylliklar Yamanliklarni ham yaxshi ko'rmas edi. Makkaliklarni ham yaxshi ko'rmas edi. Mana shu ikkita o'zlari yomon ko'rgan qabilani bir-biri bilan urushtirib qo'ysa, ikkala dushmandan ham teng qutulishlik o'zlariga fursat deb bildida, Makkaga borsang, Ka'bani ostiga ana shu qavmlar uni izzat ikrom qilib Ka'bani hurmatidan ichiga ostiga xazinalar ko'milgan. Haqiqatan bir qancha qabilalar Ka'ba-i muazzamani bir hurmat qilishlik maqsadida xazinalarni Ka'bani ostiga ko'mib qo'ygan edi. Tabban Asad mana shu moli dunyodan ta'ma qilib qo'shinini Makkaga yurishlikka buyurdi hamda urushga tayyorgarlik ko'rishlikni ulardan talab qildi. Boyagi Yasribda uni Yasribliklar bilan urushmaslikka targ'ib qilgan hamda Tabban Asadni yahudiylikka o'tishligiga sabab bo'lgan ikkita yahudiy olimi Yamanliklarni yahudiylikka da'vat qilish uchun birga ketib borardi ular bilan. Yo'lini bu yoqqa burayotganligini ko'rib, uni niyatini so'raganida, men dedi, ana shu Makka ahli bilan urushib, Ka'bani ostidagi xazinalarni olmoqchiman dedi. Bu ikki yahudi uni yana fikrdan qaytardi. Huzaylliklar seni faqat halok qilishlikni xohlashibdi. Esingdan chiqmasin. Yer yuzida Alloh uchun qurilgan, ibodat qilish uchun qurilgan birinchi uy ana shu Makka mukarramadagi Ka'ba bo'ladi dedi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda nima degan edi? Astagfiru billah. Inna awwala baytin wudiya lin-nas lallazi bi Bakkata mubaraka va hudan lil alamin. Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat mayogi bo'lgan Ka'badir. Yahudlarda juda ko'p ma'lumotlar bor. Ka'bani Alloh taoloning uyi ekanligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sifatlari, bo'ladigan ishlar, bularning hammasini xabari bor edi. Tabban Asad bu ikkala yahudiydan unda nima qilay deb so'radi. Sen Ka'bani tavof qil, uni ulug'la, uni ziyorat qil dedi. Tabban Asad bu ikkala yahudiyga, nimaga o'zingizlar uni ulug'lab tavof qilmaysizlar bo'lmasa dedi. Ular aytdiki, Makka ahli Ka'bani butlar bilan, sanamlar bilan to'ldirib yuborgan. Agar shunday bo'lmaganida biz tavof qilar edik. Biz ahli ilmmiz, olimmiz, bizga bunday qilishlik mumkin emas dedi. Tabban Asad ularning gapiga quloq soldi. Makkaga kirdi, Ka'bani tavof qildi. Uni ulug'ladi. So'ngra Ka'bani oldida yotib uxlar ekan, Tabban Asad tush ko'rdi. Mana endi hozir Ka'batullohga kisva yopishlik tarixi shu yerdan boshlanadi. Tushida Tabban Asad Ka'batullohning ustiga yopinchiq yopintirayotganini ko'rdi. Bu Alloh taolaning xohishi dedi-da, o'rnidan turib
buyurdi, jundan tikilgan bir matohdan kisva yopildi. Po'shti Ka'ba deymiz, mana yopinchiq. Shu bilan uxlagan bo'ldi. Ertasi kuni yana uxladi. Endi ertasi ko'rgan tushida kechagidan ko'ra qimmatroq bo'lgan, afzalroq bo'lgan matohdan Ka'baga po'shti Ka'ba yopib ekanligini ko'rdi. Uyg'ondida eng qimmat bo'lgan matohdan boshqa po'shti Ka'ba tishlikka buyurdi hamda o'rab qo'ydi. Mana shunday qilib Ka'batullohga kisva o'rashlik shunday boshlandi. Har yilda Ka'batullohni ustiga po'shti Ka'ba yopilardi, to Abdul Muttolib zamonigacha yetib keldi. Kisvani ustiga kisva, kisvani ustiga kisva yopilaverganidan og'irlashib ketib ko'payganligidan kisva. Ka'bani devorlari yiqilishga yaqin bo'lganda Abdul Muttolib zamonida hammasi olib tashaldida, faqat bitta kisva qoldirildi. Har yili bittadan kisva Ka'batullohga yopiladigan bo'ldi. Mana darsimizni boshida aytdik, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan boshlab gapirsak ham bo'lardi. Lekin Ka'batullohning tarixi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mana avval bo'lgan ishlarni ko'rib chiqsak, keyin tushunishimiz osonroq bo'ladi. Tabban Asad o'zini yurti Yamanga qaytib bordi, o'zini qavmini yahudilikka da'vat qildi. Ular qabul qilishmadi. Yaman ahli mushrik edi. Ular sig'inadigan narsalar qatorida o'tga ham sig'inishardi. Ularda shunday bir odati bor ediki, kohinlar, munajjimlar, sehrgarlar ularga singdirib qo'ygan shunday bir urf-odatlar bor edi. Shulardan bittasi bir uyni ichiga baland qilib olov yoqishgan edi. U uyni eshigini yopib qo'yishar edi. Baland olov yonadi. Agar ularning orasida ikkita odam kelisha olmay qolsa, yamanliklardan ikki kishi kelisha olmay qolsa, ikkala husumatlashayotgan odamni mana shu eshikning oldiga olib kelib turib, eshikni shart ochishardi. Albatta, baland yonayotgan o't eshik ochilishi bilan chiqadi tashqariga. Shunda o't chiqib, qaysi tomonga tegsa, o'sha tomonda nohaq deyishardi. Ya'ni shirkdan bu, johillikdan kohinlar shu narsalarni uradi shekilli. Ba'zi bir urf-odatlarimiz bor. Alhamdulillah, bir 20 yil yog'i bilan bu yog'ini taqqoslasak, uyatamiz haligini qilganligimizni o'ylab turib. Ilmsizligimizdan bo'lgan. Lekin alhamdulillah, diniy bilimlar ko'payib borgan sari bunga o'xshagan xurofotlar o'z-o'zidan chiqib ketadi. Mana aytdi, Yaman ahli mana shu tarzda kim haq, kim nohaq ajratishardi. Yahudilikka Tabban Asad o'zini qavmini chaqirganda ular quloq solmadi. Kelinglar, o'rtaga hakam qilib o'tni belgilaymiz deydi. Yahudiy olimlari ham rozi bo'lishdi. Eshikning oldiga bir tomonga kohinlar, ularning ishini yurgizadigan, ikkinchi tomoniga yahudlar turishdi. Yahudlar Tavrotni tilovat qilib, Allohga duo iltijo qilib turishdi. Eshik ochildi. O't kohinlarga qarab yurdi. Kohinlar qo'rqib orqaga qochib ketishdi. Shunda qavm nimaga qochasizlar? Nimaga hukmga rozi bo'lmaysizlar? Turinglar o'rninglarda dedi. O't eshigini yopishdi. Boshqatdan ochganida yana kohinlarga tegdi. Ikkinchi marta ochilganda ham kohinlarga tegdi. Ular turib berishdi, o't kuydirib tashladi. Shunday qilib, o'tni ularga chiqarib bergan hukmi bilan Yamanliklarning orasiga Yahudi dini ham kirib keldi. Vallohu alam, lekin bizga Yaman ahlini yahudilikka kirish haqida yetib kelgan xabar mana shu. Tabban Asad yahudilikni Yamanga olib keldi. U o'lganidan keyin uni o'rnini Hasson o'g'li Hasson mulkni egalladi. Hassonning mulki kengaydi, quvvati ziyoda bo'ldi, haddidan oshdi, g'ururga ketdi. Aytdiki, arablarda hammasi bilan jang qilaman dedi. Arablar bilan ham, ajamlar bilan ham jang qilaman, hammasini ustidan men yakka hukmron bo'laman dedi. Katta qo'shin to'pladi. To'plab turib, dunyodagi eng qudratli katta mamlakat qaysi deb so'radi. U davrda Fors edi. Forslar dedi. Shulardan boshlaymiz dedi. Qo'shinni oldi, yo'lga chiqdi. Hassonni bu qilayotgan ishidan ayonlar rozi emas edi. Chunki Forsga qarshi urushlikka ularda kuch-quvvat yo'q edi. Hech kim jur'at qila olmasdi forslarga chiqishlikka. Lekin Hassonni bu fikrdan qaytarishlikning iloji bo'lmadi. Hasson nihoyatda ehtiyotkor, xushyor odam bo'lgan. Hech qaysi odamni o'zini huzuriga taftish qilmasdan turib kirgizmas edi. Faqatgina bitta ukasi Amr, o'zini haqiqiy ukasi Amr taftish qilinmasdi, qurol bilan kirib kelsa ham unga biror narsa demas edi. Ayollar Hassonni ishdan olib tashlashning iloji yo'q.
o'ldirmoqchi bo'lishdi-da, bu haqida yig'ilishib Amirga mana shu fikrlarni aytishdi. Ey Amir, akangni to'xtatib bersang, ya'ni o'ldirib bersang, undan keyin mulkni senga beramiz. Chunki akangni to'xtatmasang, Forsga yuradigan bo'lsak, bizni forslar yengib halok qiladi dedi. Amir akasini o'ldirishi haqidagi bu taklifni eshitib turib, mulkdan, davlatdan ta'ma qilib umid qildi-da, rozi bo'ldi. Unga maslahat bergan ayonlar, kiborlarning ichida faqat bitta Zurvayn ismli kishigina bu fikrdan qaytardi. Ey Amir, bu ishni qilmagin. O'zini akasini o'ldirgan odamni bir musibat, g'am egallaydi dedi. Lekin Amir mulkdan umidvor bo'lgani uchun gapga quloq solmadi. Shunda Zurvayn bir qog'ozni olib, ozgina xat yozdi-da, yopib turib, muhrlab Amirga berdi. Agar bu gapimni olmaydigan bo'lsang, haqiqatan akani o'ldirmoqchi bo'lsang, mana xatni ol, senga omonat bir yerga qo'yib qo'y, turib tursin. So'raganimda shu xatni chiqarib berasan dedi. Amir akasi Hasson g'aflatda turganida xanjar bilan akasini o'ldirdi, mulkni unga berishdi. Fors bilan urushmasdan qaytishdi. Mana shu akasini o'ldirganligi, akasini qotilligi tufayli unga bir g'am, g'ussa yetdi. Qayg'uga botdi. Shunday bir dardga, musibatga uchradiki, uxlolmay qoldi. Har xil yo'llarni qilib ko'rdi, lekin bu narsani birortasi unga foyda bermadi. Munajjimlarni, kohinlarni, folbinlarni, tabiblarni chaqirdi. Ular hammasi yig'ilishib, eshitib, unga shunday maslahat berishdi. Bu sen akang o'ldirgan tufayli yetgan musibat senga. Endi nima maslahat berasizlar dedi? Senga akangni o'ldirishlikka maslahat bergan hammasini o'ldirasan dedi. Qilaman dedi, hammasini bir chekkadan qatl qildi. Endi qatl qilinishlik navbati boyaga xatni yozib bergan Zurvaynga kelganida, "Ey Amir dedi, meni o'ldirishingdan oldin men senga omonat xat qo'yganman" dedi. Shu xatni chiqargan dedi. Xatni chiqardi, ochib o'qidi. Xatda nima yozuv bor edi? Unda quyidagi ma'nodagi bir bayt bor edi. Uyqusini bedorlikka almashtirgan emas, balki xotirjam ko'zi uyquga ketgan kishi haqiqiy baxtlidir. Ahli Yaman xiyonat qildi, lekin bu maktub Zurvaynga uzrdir. Ya'ni men senga aytganman, o'zini dunyosini deb akasini o'ldirdi. Haqiqiy baxtli, saodatli odam, mol mulki, saltanati ko'p bo'lgan kishi emas, xotirjam ko'zini yumib uyquga ketgan kishi. Men senga aytganman o'ldirma akangni deb. Ahli Yaman senga xiyonat qildi, lekin mana shu maktubni burun yozganman senga deganda, mana shu maktub Zurvaynni tirik qolishligiga sabab bo'ldi. Va ja'alna nawbakum subata. Mana Alloh taoloning ne'matlarini sanasak tugata olmaymiz. O'ylab ko'raylik. Bizga ko'zimizga uyquni kim beradi? Bizni kim uyg'otadi? Hech o'ylab ko'rganmizmi? Ba'zida betob bo'lganingizda, bemor bo'lganingizda uyqus qochadi-da, shunaqa ham uzun bo'ladimi tuni deysiz. Tishingiz og'rigan kunda tunda eslangda. Yaxshi ko'rgan bolangiz ham, yaxshi ko'rgan ayolingiz ham bemalol pishillab uxlayapti, sizga uyqu kelmayapti. Biz kamchilik, nuqson, yetishmovchilikni gapiraveramiz, birodarlar. Bir piyola suvni ichib, badanimizga tarqab, yana bemalol uni chiqarib olayotganligimiz ne'mat emasmi? Yotib, bugun uxlay olarmikinman, uxlamasmikinman degan g'am bo'ladimi bizda? Yo'q, to'shakka yetib olsak bo'ldi. Boshni qo'ydik, ketamiz. Bu shunaqa ne'matki, Alloh taolo olib qo'yganlar biladi bu ne'matning qadrini. Amir mana shunday qilib taxtda qoldi. Amir vafot etdi. Vafot etgandan keyin uning bobolaridan bo'lgan Robiyat ibn Nasrning zurriyoti podshohligini talashib, Yamanni firqa-firqaga bo'lib tashashdi. Bu firqalar bir bilan urushib, janjallashib, siyosiy barqarorlik yuzaga keldi. Mana shunday bosh olomon vaqtda o'zi asli qaroqchi bo'lgan, nohata habis bo'lgan Luhunaya ismli kishi o'zini qaroqchi to'pi bilan Yamanning poytaxtiga kirdi, bostirib qal'ani egalladi, qasrni, mulkini egadori bo'lib chiqdi. Endi Yamanni qaroqchi boshqaryapti. Nohata habis odam edi. Xalq uni yomon ko'rar edi. Xullas, uzoq tarix xulosasi
Ana shu Robiyat ibn Nasrni zurriyotidan bo'lgan Zunuvos ismli kishi Luhunayani yolg'iz paytini poylab, kirib xanjar bilan uni qatl qildi. Yana mulk Robiyat ibn Nasrni farzandlarining qo'liga o'tdi. Bu Yamanga yahudiylarning kirishlik tarixi bo'ldi. Endi Yamanga nasroniylarning kirib kelishligi haqida. Yamanni Zunuvos boshqaradi. Ana shu vaqtda Najronda bir kichkina voqea sodir bo'ldi. Ana aytganmiz, Najronliklar nasroniy dinida bo'lgan. Yamanliklar bir qismi nasroniy, bir qismi yahudiyliklar bo'lgan. Qanday bo'ldi? Shuni tarixini gaplashyapmiz. Nasroniylarning orasida toifalar bor. Nasroniylarda ba'zilari Iso Allohning o'g'li deydi. Shunday toifalar borki, muvahhidlari bor. Unitarians der ekan ular tilida. Ya'ni Allohni yakka deb biluvchilar. Isoni Allohning payg'ambari deb ishonadi. Bular hozirgi kunda ham bor ular. Hatto bir ozchilik bular. Shomlik nasroniy kishilardan biri, muvahhidlardan, Allohni bitta deydigan kishilardan bir rohib Afrika o'lkalarida yurib, odamlarni nasroniylikka da'vat qilib yuradi. Afrika xalqlari bir-biridan urushar ekan, yo'lda ketayotganda uni asir qilib, Najronlik bir kishiga qul qilib sotib yuborishadi. Endi mana shu rohib Najronga keldi. Uning ismi Fimion edi. Fimion qulga aylandi. Najronlik saydining xizmatini qiladi, kechki paytda ibodat bilan ovora bo'ladi. Kunlarda birida xo'jayini Fimionni yotadigan xonasiga kirsa, Fimion hatto bir ibodatlik, Alloh tomonidan bir kalomat olgan kishilardan edi. Fimion ibodat qilib turar edi, atrofida nur bor edi. Sayyidi uni ko'rib turib, "Sen kimsan? Qanaqa dindasan? Dini nima?" deganda unga nasroniylikni, tavhidni tushuntirib berdi. Sayyidi nasroniylik diniga o'tmoqchi bo'ldi, lekin o'zining qavmini o'ylab turib ikkilanib turganida Fimion aytdiki, "Agar dedi, meni ilohim dedi. Seni sig'inadigan ilohingdan g'olib bo'lsa, yengsa, meni ilohimga sig'inasanmi?" dedi. Najron ahli qiladigan ibodatlardan yana bittasi daraxtga sig'inishar edi. "Ha" dedi. "Agar seni ilohing meni ilohimdan kuchli bo'lsa, men seni ilohingga sig'inaman." Buyur odamlar to'pladi. To'planishdi. Ana shu o'zlari ibodat qiladigan joyga Najron ahli va Fimion to'plandi. Allohga duo, iltijo, tavba tazarru qilib, qattiq duo qilib so'radi, Alloh ijobat qildi duosini. Osmondan bir chaqmoq tushdi, daraxtni kuydirib tashladi. Najron ahli nasroniylikka o'tdi. Najronlik kishilardan Abdulloh ibn Samir va uning hamrohlari Yamanga borib yashadilar. Yamanda qaysi din ishlayapti shunda? Yahudiylik dini. Yahudiylardan qo'rqqanligi uchun bu nasroniy kishilar nohata bir maxfiy suratda berkinib ibodat qilishardi. Yamanda o'sha paytda kim podsho edi? Zunuvos. Amr ibn Luhanayani o'ldirgan, Robiyat ibn Nasrni zurriyotdan bo'lgan Zunuvos Yahudiylik dinida shirki ham bor uning ichida. Podshoh Zunuvos sehrgarlarni ishlatar edi. Endi Ashobul Uhdud boshlanadi. Chuqur egalari. Was-samai zatil buruj wal yawmil maw'ud qissasi boshlanadi. Zunuvos sehrgarlarni ishlatar edi. O'zini katta bir sehrgari qarib qolganida, undan sehrni o'rganishlik uchun ana shu o'zini xalqidan bo'lgan nohata bir ziyrak, o'tkir zehnli bir yigitni unga sehrgarlikka, shogirdlikka tayinladi. Bu yigit sehrgarning uyiga har kuni borib, undan sehrni ta'lim olardi. Sehrgar baland tog' ustida yashardi. Boyaga biz aytgan Najrondan kelgan rohiblardan bittasi shu yigitni yo'lida uy qurib yashardi. Kunlarda birida sehrni o'rgangani ana shu sehrgarni uyiga ketayotganda bu rohibni qilayotgan ibodati quloqiga chalinib qoldi, kirdi, eshitdi, nasroniy diniga o'tdi. Ya'ni shu paytda Iso alayhisolamning ta'limotini tarqatayotgan kishilar haqda bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar. Uni ta'limotidan ta'sirlandi, nasroniy diniga o'tdi. Bir kun sehrgarga borardi, bir kun bunga kelardi. Xullas, sehrni karih ko'rganidan keyin umuman sehrgarning oldiga bormay qo'ydi. Sehrgar podshohga shikoyat qilganida, podshoh yigitni chaqirdi-da, uni
so'roq savolga tutdi. Kunlarning birida yigit ana shu rohibning oldidan kelar ekan, yo'lda katta bir bahaybat hayvon Bidoy va nihoyada keltirilgan. Bidoy nihoyada, Tabariyda, Ibn Kasirda, boshqa kitoblarda, mo'tabar kitoblarda keltirilgan ma'lumotlar. Shu katta hayvonni jildirishlikka odamlar toqati, quvvati yetmay turganida yigit aytdiki, mana bugun dedi, rohibning ishi to'g'riroqmi, sehrgarning ishi to'g'riroqmi shuni bilamiz dedi. Qo'liga bitta toshni oldi. Parvardigor dedi, agar senga sehrgarning ishidan ko'ra rohibning ishi ko'proq ma'qul bo'lsa, shu hayvonni bizdan nari qilgin deb toshni otdi, hali hayvon o'ldi. Zunuvosni yonidagi vazirlardan bittasi ko'r bo'lib qoladi. Bu yigit Alloh tomonidan bir karomat oladi. Pes, ko'r, kar odamlarni davolab yuradi. Rohibning oldiga kelib, mana bunday toshni otganida bunday bo'ldi deb xabarni berganida, bolam dedi, bugun sen mendan ko'ra Allohga yaqinroq bo'lsan dedi. Endi ehtiyot bo'lgin, senga Allohning bir sinovi keladi. Senga imtihon keladi dedi. Haligi podshohning vaziri, ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan vazir, bu yigit ko'rlarni, karlarni, peslarni davolayotganini eshitib, juda katta hadiyalar bilan uni oldiga borib turib, agar meni ko'zimni qaytarib bersang, seni sehring shunday kuchli ekanki, peslarni, ko'rlarni davolayapsan ekan. Men senga mana shu hadiyalarni beraman dedi. Bu yigit aytdi, men davolamayman dedi. Alloh davolaydi dedi. Alloh kim dedi? Meni va seni Robbing dedi. Xullas unga tavhidga chaqirdi uni, tavhidga chaqirdi. U musulmon bo'ldi. Alloh uni ko'zini qaytarib berdi. Zulvoz bundan bexabar, vazir ko'zi ochilgan holatda kelganida, seni ko'zingni kim qaytarib berdi? Dedi, Robbim dedi. Seni hali mendan boshqa Robbing bormi dedi. Azobladi, yigitga dalolat qildi. Yigitni hisob-kitob qildi, rohibga bordi. Rohibni akala azoblab dinidan qaytarmoqchi bo'lganida bosh tortdi, boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashashdi. Vazirni olib kelib dindan fitnalantirdi, dindan qaytmadi. Boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashadi, dindan qaytmadi. So'ngra yigitni so'roq savol qilishlik boshlandi. Yigitni dindan qaytarmoqchi bo'lganda qaytmadi, buni olib borib dengizga cho'ktirib tashlaylar. Zunuvos. Kemaga solib dengizning o'rtasiga borishganida dengiz to'lqinlanib, shamol bo'lib, kema to'ntarildi. Yigitdan boshqa hamma askarlar o'ldi. Yigit omon qoldi. Zunuvos uni ko'rib turib, toqqa olib chiqib tashlab olinglar pastga bo'lmasam dedi. Toqqa olib chiqishdi. Endi askarlar uni uloqtirmoqchi bo'lganda yerga tog' titradi. Askarlar hammasi quladi, yigit tirik qoldi. Xullas, har chorani qilib ko'rdi, yigitni o'ldira olmadi. Shunda Zunuvosga, agar meni o'ldirmoqchi bo'lsang dedi, meni o'ldira olmaysan dedi. Agar o'ldirmoqchi bo'lsang dedi, men aytganlarni qil dedi. Odamlarni to'pla, meni daraxtga ilib qo'y, o'zimni kamonimni olib turib, yigitning Robbisi Allohning nomi bilan deb ot, shunda meni o'ldirasan dedi. Podshoh Zunuvos xuddi yigit aytgandek odamlarni to'pladi, daraxtga ildi, Bismillahi robbil g'ulam deb otdi. Hali bola tegdi, shu yerda shahid bo'ldi. Buni ko'rib turgan qavm albatta bundan ta'sirlandi. Shu Zunuvos shunday bir quvvati bilan, askarlari bilan, jabaruti bilan bitta yigitni o'ldirishga qodir bo'lmadi, faqat shu yigitni Robbisi izn bergandan keyin, Robbisining nomi bilan otgandan keyin bo'ldi dedi. Da'vatni hammaga qildi shu yerda. Shu kuni Yaman ahlidan 20 ming kishi nasroniy diniga o'tdi. Bu yigit da'vat yo'lida shahid bo'ldi. Zunuvos uning hukmidan chiqib, qanday qilib nasroniylikka kirib ketasizlar deb qattiq g'azab qildi, katta uhdudlarni kavlashlikka buyurdi. Uhdud juda bir katta chuqurlar. Chuqurlarni kavladi, ichiga o'tinlarni to'g'izdi, o'tni baland qilib yoqib turib, ana shu iymon keltirgan 20 ming odamni olib kelib, agar diniylardan qaytmasanglar, sizlarni o'tga uloqtiraman dedi. Lekin hech kim haqdan qaytishlikka rozi bo'lmadi. Iymonsiz yashagandan ko'ra iymoning yo'lida shahid bo'lishida hammasi afzal deb bildi. Bitta uloqtirildi ular. Ana shu uloqtirilayotganlarning orasida bir ayol kishi bor edi. Qo'lida jijisi bor edi. Emizikli go'dak bolasi bor edi. Haligi ayol chuqurning chekkasiga kelib, jinni orqaga chekingandek, taraddudga tushgandek bo'lganida Alloh taoloning mo'jizasi yuz berdi. Yo'rgaydagi bola aytdi, "Ey onajon" dedi,
Qo'rqmang dedi. Yuring dedi. Chuqurga o'zingizni tashlang, chunki siz haq ustidadirsiz dedi. Imom Muslim rivoyati. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu mu'minlarni jasadlari sharhida keladi bu oyatlarda. O'tga yetmasdan turib o'zini huzuriga ko'tardi ularni. Bu o't musulmonlarning jussalarini kuydirishidan orqalab, shu chuqurda atrofda turgan kofirlarni hammasini kuydirib tashladi. Bu qissani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirgan hadislarida bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nozil qildi. Butun boshlik sura mana shular haqida bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Was-samaa'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idh hum 'alayha qu'ud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Burjlar egasi bo'lmish osmonga qasam. Va'da qilinmish qiyomat kuniga qasam. Guvoh bo'lguvchi va guvoh bo'linguvchiga qasamki, o'tinli olov choh egalari la'nat qilingaylar. O'shanda ular chohning ustida o'tirib olgan va mu'minlarga qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh bo'lgan edilar. Ular mu'minlardan faqat u mu'minlar qudrat va maqtov egasi bo'lgan Allohga, osmonlar va yerning podshohligi o'ziniki bo'lgan zotga iymon keltirganlari uchungina o'ch oldilar. Alloh barcha narsaga guvohdir. Mulk talashmadi, mol dunyosini talashmadi, uni mulkiga hech kim da'vogarlik qilmadi. Allohni bitta deb iymon keltirib qo'yganligi uchun ulardan o'ch olindi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.